Assalomu alaykum sizlar bilan Konex bugungi videolarimizni biz zamashi ya'ni tuman doira ichida yashab qolishimiz kerak bo'ladi. Sizlar video boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizni esa like tugmasini bosishni unutmang. Sizlarga kattakon rahmat. Biz 1000 obunachiga erisha oldik. Xo'roq nima qilyapti u it? Men yo'q qol vafshim. Uzr obunachilar judayam ko'p mod qo'shib yuboribman, esimdan chiqib tashlash, o'shaning kompyuter ozgina qatishi mumkin. Lekin qurollar modi ajoyib mod. Chiroyli narsalar qo'shgan, prosta shader qo'shish esimdan chiqib qolibdi. Mana rang-barang daraxt bor ekan, bu bor. Nodariy daraxtlar bor ekan, menda bilmadim bular qanaqa, lekin ekib ko'rganman. Ko'k daraxt, mashina ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bizda nimalar? Bizda yotoqxona, bolta va turli tuman qurollar mavjud. Bu qurollarni albatta video davomida ishlatib ko'raman. Hozir men bularni olaman, bular nimaga kerak o'zi? Bu qurollar orqali ajoyib ishlar qilsa bo'ladi. Sonog'asi bo'lmasa ekan. Bu sonada bo'qam yo'q ekan obunachilar. Mayli, buni qo'yib qo'yamiz tinchgina-da. Biza sekin aylanishni boshlaymiz. Agar bu video sizlarga yoqsa, ya'ni 20 ta yo 15 ta like'lar yig'ib, sizlar buni ikkinchi qismini xohlasalar, men buni ikkinchi qismini olaman. Qani o'sam ekan? Bittada o'smasa ekan, rat barakat. Bekordan bekor ishlatganim qoldi. Ko'pgina o't qilganim yaxshi edi buni. Ana buni olaylik, ko'k daraxt va ko'k daraxtni oddiy og'och. Nima bo'ldi? Kompyuter backup bormi yo shunday o'zi? Bilmadim, avval chizig'ida bossam bo'ladi, lekin chizig'ida adam o'tib ketadimi? Nimaga aynab qo'yganman? Bilmasam o'tib ketib bo'lsam challenge buzgan bo'laman. Agar sizlarga shunaqa challengelar beringlar sizlar ham. Men o'zimcha unaqa challenge o'ylab topdim. Endi sizlardan challenge kutaman. Keyingi videoda qanaqa challenge, qanaqa narsalar bo'lsin. Men kompyuterimga ikkita video qolibdi. Ularni og'zli zapis qo'ysam da ular ham tayyor bo'ladi. Lekin bitta videom balki og'zli zapis balki ko'p narsa qilishim kerak. Ma'lumotlar o'ldirishi taq. Tamam. Yeding ko'p bilahlar. Men ajoyib pistoletman, lekin quroli o'qi yo'qda menda mashinga. Haroma. O'tirganimdan kichkinaga o'xshayapman, xullas. Bunaqa ajoyib qurollarim bor. Yaxshi qurol hammasini olgan yaxshi. Qurollar ko'pni olaman, qanaqa qurol ekan bir ko'raylik bir. Avvaliga bo'lsa kerak. Yeding ko'p bilahlar bo'ldi. Xotinsiz, bechora bo'ydoq. Tajra kemini aynan sindirib qo'ydim. Ba'zilariga chiqib ketib qolishim bor. Shuni qo'yibman. Hatto monster kelib qolmasdim, aynan qo'yganman, lekin qo'yib bilaman. Terim sepidan chiqib ketyapti. Buni ham chopish kerak. Demak, u bir dona bilib bo'lsa, mana shuni o'raman, qarang. Zo'r ekan bu mod. Menimcha faqat mana shu daraxtlar bo'lsa kerak. Oddiy daraxtlar bunaqa qobiliyatga ega bo'lmaydi. Mana shu qo'shgan modim shunaqa bo'lsa kerak. Chunki mana shu 3-daqiqaga ko'ryaptim ekan. Daraxtlar ekib qo'ygandan nimalu? Chunki kelajakda kerak bo'lib qoladi. Keyinlari birinchi o'rinni devan taqqit qo'yib qo'yamiz, keyin daraxtlarni olib qo'yamiz. Uqa bo'lmasa ekan u. Blokan daraxtcha meni ko'katlarim. Ko'chatlarim, ko'kat devoribman. Prosta hammasini ekib tashlaymiz. Hammaga aylanib yuramiz. Ozgina zerikali bo'ladi shekilli. Meni maqsadim mana shu yog'ochlardan uy qurishim kerak. Boshda ko'k o'qib chiroyli, mana shu yog'ochni yaxshi ko'raman-da. O'zim gaplashib o'tiribman. Omadsiz. Shunaqa ham bo'laman. Maylinda. Bo'laveradi, bizga farq yo'q. Endi kompyuterimni kerak modlar olib tashlamasam bo'lmas ekan. Nechta zo'ram mod qo'ydim. Menimcha 50 tacha mod qo'ygan deyman. Hammasini ishlatganim bo'lmadi. Prosta kompyuter qatirish uchun qo'yib qo'yibman. Tuq. Ona nima ikkita yetmadi. Mayli, biza
sekin asta uylar quraveramiz. Nima qurolni olib tamam. Senga. Las sekin asta men hayvonni o'ldiraman, uy quraman, bir narsa ishlarni qilaveraman, kal tezlashtirib olsam bo'laveradi. Mana uylarim qurib oldim, hammasini ekib to'g'rilab qo'yaman. Ko'p qismini o'tkazib oldim shekilda. 1 minut o'tkazib olibman. Lekin 1 minutni ham qisqartirgan. Mana shu qurolni keng video ishlatamiz. Mana xo'p. O'qiyam yo'q ekan, o'qlarim ham tugay boshlayapti. Mana yog'ochni mana oxirigacha qo'yib qo'yamiz. Xona qilib uylar quramiz. Mana ko'k blok. Men ash blokda ash ko'rib oldim ekandan 40 tata o'qdi. Oppa. Zombilar o'ldirmoqchi edim, ket shuni atay kutdim men. Ataylabdan ket shuni kutib zombi o'ldirmoqchi bo'lganman. Harom itlar kelyapti. Shaptolalar. Qodiradilar, nima bor? Qadamlar bor, hammenga itlar. Hop. Hop. Qodiradi, tur yo'qol. Qodiradi, yo'qol. Qodiradi. Yo'q, 5 ta ya. Mashq oldu ishlatmoqchi edim, ayni bo'lmadi. Sizlarni o'ldirib tashlash kerak. Bittangiz ham qolmaysiz, hammangiz oq qildim senlar baqa keskin. Oq qilaman. Boshqani olaman, o'q bor ekan. Qanaqadan ekan bu? Baq. Qizartirgan shpitasi yeb kerak bo'lsa ham. Turli qo'shini men hujum qilasizlar. Hujum qilganman, mana qo'y yo'qsa tegizib yuborardim. Qo'ydan anaqasi bor, bilmadim-u. Taq. Pok. Tak. Yo'q, qol. O'qtiyman, 3 ta o'lmatdi mana shuni. Ana itlar tashlanadi bu harom itlar. Ezilarni, o'g'illarni sellardi. Hop. Tak. Ularga qo'yan ekan o'zi uxlar. Mana shu ikkoviga uxlashimiz kerak. Nima bor, ishi haroma. It. O'qim tugadi. 2 dona o'qim bor ekan. Bor 2 dona. Senga. Tak, endi uxlashimiz kerak bizning maqsad uxlash. Undan bilan o'zim o'qim tugabdi. O'q yo'q. Ba'da ham pistoletim yo'q ekan. Uxlashimiz kerak. Mana g'oyat bizlar turdik va challenge'da bajaraman oldik. Ortiqcha qurol o'qlarim ham qolibdi desam, bor ekan menda.
bor. Endirmelar bor ekan bu yerda. Xuyt xo'sallamz edi. Bo'pti. Qancha ayni yoribdi-ya, bir tekshirib ko'raman. Yo'q, ayni yorar ekan xolos. O'qi aynidan yo'q bo'lar ekan. Mana. Otaqang kelsanmi? Ha, mashina itaraman seni, tuyuqol. Bobolaring sen. Endi yoshni bir olsak zo'r bo'ladi. Velkari bo'yamtini kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Bu videoni olish uchun qancha bo'lib ketdim. Tak. O'qim tugabdi, u bor ekan. Ha. Mashina o'ldirishim kerak. Bitta o'q qoldi. Kimga qo'ygan ekan? Kimga qo'ygan? Bitta o'qim qoldi, bitta. Yo, bag'ri qo'tmay qo'yaraman. Kakra, senga qoldi bitta o'qim. Tak. Ana bo'lmasa. Shu sichqoncha nimaga chiqib qolaversa ekan, men ahamiyat bermayapman. Pasportli, lekin sichqoncha ko'rinib qo'yadi. G'alatmi? Kompyuterim bag bo'lib qoldim. Men videoga turganda uni ko'ringan yo'q. Videoga ko'rsam mashina bo'lib qo'yapti. G'alati. Man. Yo'q, haromi. Bitta qo'y o'lmagan. O'q dori ham yo'q ekan. Nol. Tak. Mushukcha. Musuq. Bekor ketyapsan. Aniq hisobda nima qilyapti? Ertalabda seylar. O'yinni buzmasam o'zing ko'payib ketib qolasanlar, haromda. Tugadi o'qim. Bu oxirgi to'pponchamidi. Oxirgisi mayli, men tepaga chiqaman. Tepaga chiqolmasam keyingi qismlarda bu karta kirgandan keyin zombilar atrofini o'rab olishi mumkin. Chiqishimiz qoldi. Qoldi. Xullas hammangizga xayr bilan direkon X bo'lib keyingi videolargacha xayr. Bu keyingi qismi chiqishini olasizlar, kommentariyaga yozinglar. Keyingi qismda mashhur bo'ldi, ishlatamiz. Kanalga obuna bo'l.